Xitoy tarafidan turma va yig'ilish lagerlariga qamalgan yoki g'oyib qilib etilgan oila tavobatlari va yaqinlarining rasmini ko'targan o'nlagan Uyg'ur 27-iyul dushanba kuni tushdan keyin Istanbul Beyazit maydoniga jam bo'lib, Xitoyning Sharqi Turkistondagi bostirish siyosatlari va irqiy qirg'inchiligiga, jumladan yig'ilish lagerlari va Uyg'urlarni xohlagancha tutqun qilishiga qarshi namoyish o'tkazdi. Beyazit maydoniga yig'ilgan Uyg'ur yoshlar tutqun qilingan, kesilgan yoki yillardan buyon aloqalashamagan urug' tuqqan va yaqinlarining rasmlarini ko'tarib olgan bo'lib, rasmlarning ostiga oilam nada, Xitoy begunoh qarindoshlarimizni qo'yivat degan mazmunlardagi shuarlar yozilgan edi. Yoshlarning ba'zilari Xitoyning turma va lagerlarida jismoniy va ruhiy jihatdan xo'rlanayotgan Uyg'urlarning ahvoliga diqqat tortish va norozilik bildirish uchun mahbus kiyimi kiyib, qo'l-putlarini zanjir bilan bog'lab olgan. Namoyishchilar nomida bayonot e'lon qilgan Mirzahmat Ilyas Xitoyning 2017-yildan buyon Sharqi Turkistondagi bostirishlarini kuchaytirib, keng ko'lamda yig'ilish lagerlarini qurganligini, bu lagerlarda millionlagan Uyg'ur va qozoqning kasbiy tarbiyalash nomida tutib turilayotganligini, buning bilan nurg'un oilalarning pochlanganligini aytdi. U yana Xitoyning ayollarga majburiy bola tushirgizganligini va ularni Xitoylar bilan uylanishga majburlaganligini, zavodlarda Uyg'urlarni qul o'rnida amgakka sog'anligini, Uyg'urlarning madaniyati va e'tiqodini yo'qotish uchun turli assimilyatsiya va qirg'inchilik elib borganligini o'ttirg'a qo'ydi. Turkiyaning panohlangan Uyg'urlarni 3-bir davlatga qo'g'lab chiqarganligi ilgari surildi. Angliya Telegraf gazetining xabar qilishicha, Anqara Sharq Turkistonliklarni bevosita Xitoyga qaytarishni rad qilgan, lekin ba'zi kishilarni Tojikiston qatorliq 3-bir davlatga yo'lga solgan. Xabarda aytilishicha, Oymuz Quvonxon ismli 59 yoshli Qashqarlik bir ayol oldi bilan Izmirdagi bir tutib turish markaziga, oqidan Tojikistonga avatilgan. Turkiya doiralari u ayolning boshqa davlatga topshirib berilganligini inkor qilgan bo'lsa-mu, lekin uning izdiriki bo'lmagan. Uning delosiga mas'ul advokat uningda Tojikiston pasporti bo'lmasa-mu, ham hech qachon Tojikistonga berib boqmagan bo'lsa-mu, lekin Tojikistonga avatilganligini o'ttirg'a qo'ydi. Oilasi u Tojikistondan Xitoyga qaytarilgan deb qaramoqda. Advokat İbrahim Ergin Xitoyning Uyg'urlarni qaytarib berish haqida Turkiyaga ba'zi talablarni qilganligini ishorat qildi. U Uyg'urlarni 3-bir davlatga qaytarib berish talablarining oqisida Xitoyning qo'li bor deb qaraydi. Turkiyada 50 ming atrofidagi Uyg'urning musofir salohiyatida ekanligi ma'lum. Xitoyning Uyg'urlarni bostirishi borgan-sari ko'p xalqaro tanqidlarga uchirmoqda. Amerika basketbol jamiyati NBA'ning Sharq Turkistonda ta'sis qilgan tarbiyalash markazi bilan bo'lgan aloqasini uzganligini e'lon qildi. Amerika taratqullarining xabariga qaraganda, Amerika Kengash palata a'zosi Marsha Blackburn Amerika basketbol jamiyatini tanqidlab, ularning nemishqi Sharq Turkistondagi Jongo kompartiyasining aslahalari bilan bo'lgan aloqasini uzmaydiganligini so'ragan. Natijada basketbol birlashmasi NBA'ning muavin komissari Mark Tatum 7-oyning 20-kuni Kengash palata a'zosi Blackburnga javob xati yozib, NBA'ning Sharq Turkistondagi Soda Hamrohi basketbol akademiyasi bilan 1 yildan ko'proq vaqtdan buyon munosabati yo'qligini, ularning barliq munosabatni oxirlashtirganligini aytgan. Kengash palata a'zosi Marsha Blackburn o'zining javob xatini Twitter hisobida ham bahrlash bilan bir vaqtda Amerika parlamentining 8 a'zosining o'tgan yili oktabrda Amerika basketbol jamiyatini Urumchidagi mashq markazini taqashga chaqirib, maxsus xat avatganligini o'ttirg'a qo'ydi. Xitoy Amerikadan Chengdudagi konsulxonasini taqashni talab qilgandan keyin Tunugun konsulxona binosini o'tkazib oldi. Xitoyning bu harakati Amerikaga diplomatik o'ch eli sifatida yuz berdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotida Chengdudagi konsulxonaning dushanba kuni atiganda taqalganligini, Xitoy amaldorlarining binoni o'tkazib olganligini aytdi. Oldingi hafta Amerika tuyuqsiz Xitoyning Houstondagi konsulxonasini taqashni talab qilgan bo'lib, Amerika Xitoyning Houston konsulxonasini josuslik markazi deb aybladi. Xitoyning San Fransisko, Los Angeles, Chicago va New Yorkdagi konsulxonalari faoliyatlarini davomlashtirmoqda.
Amerikaning bo'lsa Xitoyda 4 konsulxonasi va 1 elchixonasi bor. Egilinishçe, Iroq poytaxti Bag'dodda Amerika askarlari turgan harbiy baza boshqariladigan bomba hujumiga uchragan. Salahiddin o'lkasidagi armiyaga qarashliq harbiy bazada 2 ayrim portlash yuz bergan. Iroq davlat mudofaa ministrligiga qarashliq bexatarlik axborot to'rining yozma bayonotida Salahiddindagi Shahid Makit Temimi harbiy bazasida 2 qitim portlash yuz berganligi bayon qilindi. Bayonotda portlashning manbasi haqida uchur berilmagan. Yana bir tarafdan Bag'dodning shimoliga joylashgan va Amerika askarlari turadigan Tochi harbiy bazasiga 3 boshqariladigan bomba bilan hujum qilinganligi bayon qilingan. Egilinishçe, boshqariladigan bombaning biri Iroq havo armiyasiga qarashliq aeroplanga so'qilib, zo'r ziyon keltirib chiqargan. Yana biri bo'lsa, qoral va o'q-dori isklatiga tushgan.